umrlaringga, rizqlaringga Allohdan baraka tilab, yakka dunyolarni obod qilib bersin. Allohu akbar. Hurmatli do'stlar, ayni paytda biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Burvoliq qishlog'iga yetib keldik. Bu yerga kelishimizdan maqsadimiz xabaringiz bor, u suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati raisi Ahmad Suvonqulov ishtirokida aynan Farg'ona viloyatida sayyor qabul bo'lib o'tgan edi. Aholi ko'paygan, to'liq 3 kilometrni men o'zim hal qilib beraman. Sayyor qabulda aynan mahalla deputati to'g'ridan-to'g'ri boshqaruv raisi Ahmad Suvonqulovga o'zlarida ichimlik suvida bo'layotgan muammolar to'g'risida gapirgan edi. Xalq deputatlari, Oltiariq tuman kengashi deputati Qilichbek Ahmedov shu Burvoliq mahalla fuqarolar yig'ini, Zilol mahalla fuqarolar yig'ini hamda Gulobod aholisidan oldin ichimlik suv bo'yicha uzoq muddat shu muammo bo'lib kelgan shu vaqtgacha. Bu ichimlik suv muammosini yechish maqsadida o'z suv ta'minot boshqaruv raisi Ahmad Suvonqulovga sayyor qabulida bo'lib, shu uchala mahalla fuqarolar yig'ini bo'yicha bo'layotgan suv muammosini, ichimlik suv muammosi bo'yicha aytgandek, hozirgi kunda Burvoliq mahalla fuqarolar yig'iniga 1 kilometrdan oshiq suv liniyasi o'sha berishdi. Bundan tashqari Gulobod mahalla fuqarolar yig'iniga 500 metr hamda Zilol mahalla fuqarolar yig'inida 500 metr suv liniyasi berishdi. Shu orqali hozirda jami uchala mahalla fuqarolar yig'inida 500 tadan oshiq xonadon toza ichimlik suv bilan ta'minlandi. Albatta shu sayyor qabuldan keyin shu 2 kun o'tib suv minorasini ham mana o'rni bo'lib, u ham hal bo'ldi suv minorasi ham. Bizning klinikamiz Oltiariq tumani Asal Medline klinikasi noyabr oyida xizmatga tushdi. Biz shu sayyor qabul nimasida o'z suv ta'minoti rahbari Ahmad Suvonqulovga sayyor qabul bo'yicha suvimizni ta'minoti bo'yicha murojaat qilganmiz. Shu murojaatlarimiz hal bo'ldi. Suv ta'minotini qilib berishdi. Rahmat. Klinikamiz 100% suv ta'minoti bilan ta'minlab berildi. Aynan ko'p yillar Oltiariq tumanidagi 34-maktabgacha davlat tashkilotida ham ichimlik suvida muammo yuzaga kelgan. Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati Oltiariq tumani filiali tomonidan bu muammo zudlik bilan hal etilgan. Bugun aynan bog'chada tarbiyalanayotgan bolajonlarimiz uchun toza va sifatli ichimlik suvi ta'minoti ta'minlangan. Hurmatli hamshiralar, birodarlar, O'zbekistonimizning nihoyatda yangi sohasi o'zgarayotganligini mana ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Juda yangilik ko'p kiritildi. Mana prezidentimiz Mirziyoyev tashabbusi bilan barcha ishlar, sport ishlari bo'ladimi, dehqonchilik ishlari bo'ladimi, qishloq xo'jaligi bo'ladimi, hamma soha bir o'zini ko'rsatdi. Mana biz buni nihoyatda ko'rib turibmiz, mamnunmiz. Bizning xalqimiz mana hozir suv haqida boshidan kelar ekan, shu mahallamizga suv resursini oshirib borishlik, ularga yetkazib berishlik, xalqni ta'minlash shu ham davlatimizning katta tashvishi. Mana shularga bosh qo'shayotgan prezidentimiz avvalo umrlari uzoq qilsin, Parvardigor balo-ofatlardan saqlasin. Yanada mukammal O'zbekistonimizni gullab yashashga hissa qo'shishga Alloh kuch-quvvat bersin.